Bugungi darsimizda OP ya'ni Python dasturlash tilida OP haqida gaplashamiz. Ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlash. Uni qanday Python dasturlash tilida yozishimiz mumkin, qanday ishlatishimiz mumkin, shular haqida bugungi darsimizda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. OP nimaligini uncha bilsangiz kerak. Endi OP bu Object Oriented Programming, ya'ni bu dasturlash usullari bo'lib, dastur obyektlari orqali yoziladi. Endi OP ning 4 ta asosiy tushunchasi bor. Endi bilishimiz kerak. Birinchi class tushunchasi, ya'ni sinf, object, obyekt va meros olish nimalari yoki polymorphism yoki exceptions asosiy tushunchalari bor ekan. Bugungi darsimizda ko'rishimiz kerak class va obyektlar, ya'ni class qanday yaratamiz, object qanday yaratiladi. Ya'ni class bu shablon metod hisoblanadi, object bu ushbu shablon asosida yaratilgan nusxasi deb qarasak bo'ladi. Yana demak, birinchi bilishimiz kerak, klasslar qanday yaratiladi, ya'ni Python dasturida sinflar qanday yaratilishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Standart class so'zdan bilamiz va undan keyin esa classning nomini yozib degan bitta sinf yaratmoqchimiz. Qo'yib bular funksiyalarni yozishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi funksiyamiz salom ber degan funksiyani yozmoqchimiz. Deb esa qilamiz. Xususiyat saqlash uchun va print qilish kerak bizga. Salom talabimiz degan natijani qaytarishi kerak bo'ladi. Natijani bizga chiqarish kerak bo'ladi. Undan keyin esa obyektlarni orqasida yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchida bir obyektimiz bo'ladi. Sochib olishimiz kerak. Undan keyin esa salom ber degan funksiyani ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Bizga qo'shilishi mumkin. Salom talabimiz degan natijani qaytaradi. Bu oddiy klass va shablon yaratishga misolida Pythonda. Endi keyingi misollarimiz esa konstruktorlar haqida bo'ladi. Konstruktor bu obyekt yaratilganda avtomatik ishlaydigan metod hisoblanadi. Endi o'shani ishlatishda bizlar ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, dasturimizda boshdan boshlashimiz kerak. Shunaqadagina yozamiz. Class undan keyin esa funksiya va konstruktori ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bizlar konstruktorda
initni qo'llashimiz kerak. Self xususiyatni saqlash uchun kerak bo'ladi va ichida biz o'zgarishlar e'lon qilib ketishimiz kerak. Ya'ni asosiy talabaning ismi va yoshi bo'lishi mumkin bo'ladi. Ism va yosh. Va bularda self xususiyatlarni aniqlab qo'yamiz. Self İngilizce self yosh vasf orqali ketaveradi va keyingi funksiyani yozishimiz kerak. Def info funksiyasi, ya'ni self xususiyatlarni tashkil bo'ladi. Va bizlarga natijani chiqarish kerak bo'ladi. Printda ismga ismni chiqarib berish kerak bo'ladi. Buning uchun filial xavfsizligiga self xususiyati yosh bizga qaytarish kerak bo'ladi. Excel va obyektida obyekt talaba bo'ladi, ya'ni talabaga ta'minlangan obyekt bo'ladi. Talaba yoshi va metodda info orqali etamiz. Info bizga natija chiqishi kerak bo'ladi. Ism Ali, yosh 25 degan kerak bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, ism Ali, yosh 20 yosh. Bu o'sha konstruktor, init konstruktorini qo'llashgan misol sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari captions deb to'g'ri bo'ladi. Menimcha end captions, ya'ni ma'lumotlarni yashirish. So'zlarni qo'shish mumkin bo'ladi sinflarda. Ya'ni qo'shsak provide bilan, ya'ni provide bilan orqali e'lon qilish bor. O'sha yerda faqatgina ichidagi xususiyatlarga qo'shish mumkin bo'ladi. Buni ham statistik ko'rsatamiz. Demak, ya'ni class bank hisobiga class yaratamiz.